blog olib borishimdagi eng katta qilgan xatoyim bitta deb o'ylayman. O'sha ham bo'lsa, men vaqtliroq Instagram sahifamga pul tikmaganim. Hozirgi kecha kunduzga kelib turib, Instagramimga men 60 mingdan oshiqroq pul tiqib borganman. Va bu eng to'g'ri investitsiyam, eng to'g'ri qarorim deb o'ylayman. Nimaga? Chunki oldinlari odamlar tilla yig'ardi, oldinlari uy-joy qilardi, oldinlari qanaqadir yana bir jamg'armalar qilardi va ularga o'sha yig'ib qo'ygan joyi pul olib keladi. Hozir eng katta kapital bu auditoriya. Siz auditoriya yig'ishingiz kerak, auditoriyaga pul tikishingiz kerak va odamlarning e'tiborida bo'lishingiz kerak. E'tiborda bo'lsangiz hech qachon och qolmaysiz. Doimo esingizda bo'lsin. Auditoriyangiz bo'lsa, sizga ular ishonsa, sizni hurmat qilsa, sizni kuzatsa, siz doim e'tiborda bo'lsangiz, ulardan har doim pul chiqazib ola olasiz. O'shaning uchun ham men hozirgi kunda eng zo'r kapital bu auditoriya yig'ish deb o'ylayman. Agar siz blogingizni boshlagan bo'lsangiz, kontentlar qilib yurgan bo'lsangiz, qanaqadir yo'nalishda bir foyda olib kelayotgan bo'lsangiz, lekin hali ham auditoriyangizni kattalashtirishga, PR ga e'tibor qaratmayotgan bo'lsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz bo'ladi. Men ham 6 yilcha faqat shunchaki havoga ishlaganman. Faqat ishlaganman, faqat kontent qilganman, foyda olib kelganman, lekin auditoriyamni kattalashtirmaganman. Ko'proq odamlar meni tanishiga qanaqadir qattiq harakat qilmaganman va shu meni eng katta xatoyim deb o'ylayman.